Oqsil organizmdagi barcha hujayralarning yangilanishi uchun zarur bo'lgan qurilish materiali. Go'sht hayvon oqsilining asosiy manbai. Organizmning bir kunlik oqsilga bo'lgan talabi o'rtacha 45-55 gramm bo'lsa, buni go'shtning 120-150 grammi to'ldiradi. Mol go'shtini me'yordan ortiq iste'mol qilish birinchi galda oshqozon, ichaklar, jigar, buyraklar faoliyatiga zarar yetkazadi. Xolesterin miqdori ortadi. Yurak-qon tomir kasalliklari, buyrak toshlarining paydo bo'lishi, jigar va oshqozon osti bezining yallig'lanishiga olib keladi. Immunitet pasayadi. Bundan tashqari o'sma kasalliklarining rivojlanish xavfi tug'iladi. Ingichka ichak ko'p go'shtni hazm qila olmaydi. Hazm bo'lmaganini yo'g'on ichagidagi chirituvchi bakteriyalar o'zlashtirib ko'payadi va o'zidan turli toksinlar, ya'ni zaharlarni ajratadi. Zaharlar nafaqat ichakni, balki butun a'zolarni zararlaydi. Go'shtning chiqindi moddasi bo'lgan sidik kislotalarning ko'payishi podagra, sidik tosh kasalligi, osteoxondrozni keltirib chiqaradi. Ayrim fermer xo'jaliklarida hayvonlarga beriladigan antibiotiklar va go'sht massasini oshiruvchi gormonlar va boshqa zararli ta'sirlovchilar ham go'shtli taom orqali organizmimizga tushadi. Go'shtni har kuni muttasil iste'mol qilmagan ma'qul. U semirish, qandli diabet, xafaqon, saratonning ayrim turlariga sabab bo'lishi mumkin. Go'sht o'rnini dukaklilar, ya'ni loviya, mosh, yasmiq va boshqa o'simlik oqsillari yoki tuxum, sut mahsulotlari bosa oladi. Mol va g'oz go'shtlarining hazmi og'ir, ularni ayniqsa kechki payt iste'mol qilmagan ma'qul. Mol go'shti 6 soat mobaynida hazm bo'ladi. Kechki payt hazm bezlari dam olishni inobatga olib, kechki ovqatga anchayin oson bo'ladigan va tez hazm bo'ladigan tovuq, kurka, quyon yoki baliq go'shtidan taom tayyorlagan ma'qul. Tibet tabobatida ertalab donlardan tayyorlangan, tushlikda go'shtli, kechki sabzavotli taomlar iste'mol qilish tavsiya etiladi. Tushda go'shtli taom yegan bo'lsangiz, kechki dimlangan sabzavotlar yoki sutli bo'tqalar, shu kabi taomlar iste'mol qilishingiz foydali. Kechki payt non, shirinlik, xamirli ovqatlar, yormalar, marjumak va sulidan tashqari va dukaklilardan tayyorlangan ovqatlardan ham tiyilgan ma'qul. Ularning asosiy qismi uglevodlar bo'lib, quvvat manbai sifatida sarflanadi. Sarflanmagani zaxira ko'rinishda yog'ga aylanadi va uyquning buzilishiga sabab bo'ladi.